Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun navbatdagi obyektimizni yakunlab berdik. Bu yerga ham ko'mirda ishlaydigan bakli kotyolimiz, ham aqlli kotyol Vaylanddan nemetskiy kotyoldan qo'yib berganmiz. Bu kotyolimiz 280 kvadratga mo'ljallangan kotyolimiz. Ob'yem kattaligi uchun kattaroq kotyol o'rnatib berilgan va 200 kvadratga mo'ljallangan o'sha bakli ko'mir kotyolni ham aqllisidan o'rnatib berganmiz. Xo'sh, hali bu yerda remontlar tugallanmagani sababli ispitaniya qilib bera olmaymiz. Sababi montajlar qilib qo'yilgan, endi u yoqda shuvoq ishlari qolgan. Hozir ichkariga kirganda ko'rsatamiz. Lekin bu yog'i tayyor. Shu paytgacha qilgan ishlarimiz hech qaysi uyaltirmagan. O'ylaymizki, bunisi ham uyaltirmaydi, xudo xolasa chiroyli chiqadi. Xo'sh, ketdik bo'lmasam, ichkaridagi qilgan ishlarimizni ham bir qo'l ko'rsatib chiqamiz. P shaklda solingan uyimiz umumiy hisobda 200 kvadrat atrofida chiqadi. Bu yerda mana uyda o'sha bitgan tarafida 6 ta radiator o'rnatib berilgan. Endi mana yangi qurilayotgan uyga, bu yangi oila uchun mo'ljallanyapti. Bu yoqqa alohida 6 ta radiator o'rnatib berilyapti, plus to'pli poli bilan birga. Kirganimizda bu yerda mana koridor uchun qilingan montajlarimiz hammasi skrit bo'lgan. Yangi oilaning mehmonxonasi uchun qilingan mana montajlarimiz bu yerlarda mana skrit qilingan, chiroyli tarzda yakunlab berilgan. Asosiysi hammasi sifatli materiallar. O'sha remont tugallanmagan degan sababi mana shular edi. Ko'rib turibsiz, hali shuvoq ishlari bo'lmagan. Lekin radiatorlarni olib kelib qo'yganmiz. Ertaga shuvoqni bitta yakunlab berishsa, chaqiradigan bo'lsa kelib bularni o'rnatib beramiz. Xudo xolasa radiatorlarni o'rnatib qolgan xolos. Endi ichkarida mana sanuzellar uchun to'pli pollar qilib berganmiz. Bu yerga yana bitta radiator o'rnaydi. Xo'p. Bizda ozgina shu qo'shimcha ishlarimiz bor. Avariyning o'sha vhodlarini ham qilib ketamiz. Mabodo siz uyda yo'q paytingizda shlankalar otib yorib, suv toshqin bo'ladigan bo'lsa, mabodo mana avariyning vhodda suv tushib ketaveradi. Bu yoqqa chiqib ketib, uyingizga zarari tegmaydi. Endi mana kuxnya uchun mo'ljallanayotgan xonaga to'pli pol qilib berayotganmiz. Katta buni ham montaj tayyor qilib qo'yilgan. Asosiysi o'sha oxiri stechka ishlari qolyapti. Mana kattagina kuxnyamiz. Bu yerga shlankalar tortib qo'yganmiz. Xudo xolasa tez orada buni ham yakunlab beramiz. O'sha bu yoqda o'sha remont ishlarini yakunlab berishguncha biz bu yoqda bemalol qilib beramiz. Mana bu joy tagi nimaga qilinmagan to'pli polni shlankasi tortib montaj qilinmagan desalaring, bu yoqqa kuxnya garnitur chaqirib zakaz qilib qo'yilgan, u keladi, o'shaning hisobiga u yoqqa qilish noo'rin bo'lardi. O'shaning hisobiga qilinmagan. Xo'sh, mana umumiy sanuzel uchun montajlarimiz. Bu yerda mana avariyning vhodlari bor. Mabodo o'sha shlanka otib yorib bir suv chiqib ketadigan bo'lsa, siz uyda yo'qligingizda yoki bo'lmasam kechqurun har qanday holatlarda, avariyning holatlarda o'sha vhodlarimiz rosa yordam beradi. Endi bu yerga ketgan rasxodlarni gaplashib o'tadigan bo'lsak, bu ko'mir kotyolimiz 200 kvadratga mo'ljallangan, bu ham o'sha 100% aqlli, o'zini-o'zi boshqara oladigan, o'zida stabilizatorlari birga. Hop, stabilizator qo'yish tavsiya qilinadi. Chunki tok o'ynagan vaqtda, tokni bu bir maromda 220 da ushlab beradi. Kotyolimiz bu tepadan zapravka qilinadi. Shneglari ham mana baquvvat kattasidan. Biz qo'yib berayotgan motorlarning ichida mana reduktori ham baquvvat 60 ligidan qo'yilgan, mana yaxshi kotyolni tavsiya qilamiz. Yaxshisidan qo'yib berib yuribmiz, xudo xolasa. Bu yoqda mana dimoxod tarafi kitoblari mana shu joyda joylashgan. Mabodo tozalash kerak bo'lib qolgan vaqtda, shu bir haftadan 5 kundan mana shunday oson kullarini tozalab tashlasa bo'laveradi. Yo'q, ko'p ham yig'ilmaydi kul lekin. Asosiysi o'sha yonadigan joy mana bu yerda, garyolkasi. Hop, endi kulli pastga tushadi. Kullini tozalash uchun mana bunday qulay kuldonlari bor. Buni rasxodiga keladigan bo'lsak, sutkasiga shu bir 40 kg atrofida rasxod qilib beradi mana shu katta ob'yemimizga. 200 kvadrat atrofida ob'yemimiz. Xudo xolasa hammasi chiroyli tarzda. Buni o'zining narxi $1300 bo'lyapti hozirgi kunda. Xo'sh, agar mabodo sizlarga ham kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.
Katyolda o'zimi santexnik xizmatlarimi o'sha paytda man narxini aniqlashtirib olsalar yaxshi bo'ladi. Hop, bunisi 280 kvadratga mo'ljallangan o'sha gazda ishlaydigan germanskiy aqlli katyol. Buni rasxodi oyiga shu 600 ming 700 ming atrofida chiqadi. Kunlik 20 ming 25 ming atrofida rasxod qiladi gazda. Hop, shunaqa. O'shanda bu yerga jami bo'lib usta haqqi, ikkala katyol, materiallar hammasi bo'lib turib 60 million atrofida pul ketyapti. Ekranda raqamlarimizni qoldiramiz agar sizlarga ham mana santexnik xizmatlari kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab xudo xolasa qo'ldan kelgancha xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz.